Assalomu alaykum, sizlarni kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Mehnat Qizig'aldoq birinchi kvartalda, poyezd yo'lga yaqinroq joyi. Lekin qurilishi vaqti zo'r bo'lgan ekan, o'zlari uchun ikkita aka qurgan ekan, ukalarniki qavatda, o'zlaringikini sotyaptilar ayrim sabablarga ko'ra. Ko'rib turibsizlar, sesmalari, bitolari mashina qilib qo'yilgan, 100% podval, 6 ta xona, hol juda zo'r qurilgan, o'zligi uchun qurilgan, shunda bilinib turibdi. Qurilish karetka eshigimiz, darvozamiz bo'ladi, burchakda sanuzel bo'ladi. Bu yoqqa bitta letniy kuxnya joylasa bo'ladi. Havo olish uchun orqada hovli qoldirilgan. Video davomida ko'rsatib boraman. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Xo'p, korobka holatda turibdi. Kirganimizda bitta katta hol, kattagina. Bu yog'imiz va qolasa oshxona bo'ladi. Hozir ustida yashab turgan ekan. Podvalga tushadigan, tepaga chiqadigan zinamiz. Kattagina bitta zal bo'ladi. Proyektdan qayta ekstil, mana shu katta chiroyli eshik qilinadi. Dizaynni xudo xolasa dizaynni siz bersiz, zo'r proyekt qilingan ekan. Bu yog'imizda общий sanuzel bo'lyapti va родительский spalni, ichida burchagiga sanuzel tashashgan, ichida o'zining hammom tualeti bo'ladi. Orqa hovlini ko'rasiz. Orqa hovlimiz ham xudo xolasa o'tgan qilib, havo bemalol sirkulyatsiya bo'lib aylanadigan qilib qilingan. Podvalimizni bitta ko'rib olamiz, keyin ikkinchi qavatni ko'rsatib o'taman. Podvalni 100% qilishgan ekan, bemalol ikkita 3 ta xonaga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Bu yoq havo olish uchun oyna bo'ladi. Hop, bu yog'imizni zinanti kotelniy bo'ladi. Ko'chada ham zina bor, uy ichida ham zina bor. Bemalol 3 ga 4 ga bo'lib xona sifatida foydalansa bo'ladi. Katta oynalar qilib olsanglar bo'ladi. Narxini opisaniyada yozib ketyapmiz. Pastda opisaniyaga kirsanglar, xudo xolasa narxi bor. Ikkinchi qavatga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, zo'r proyektlarga mo'ljallab qilingan uy ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bitta zo'r narsa qilishgan ekan. Ikkinchi qavatda ham patologi 100% plita qilingan, e'tibor bersanglar. Bu yoqni ochib olib turib, tomni terrasa qilib olsa bo'ladi. Tomni olib tashab, izolyatsiya qilib turib, terrasa balkon qilib qo'ysa bo'ladigan sharoitga qilingan ekan. Mabodo shunaqa qilaman desanglar, bemalol to'silarni olib tashab turib, bu yoqda bitta zina qilib olib qilsanglar bo'ladi. Hop, ikkinchi qavatga chiqqanimizda shundoq zinaning ro'parasida tepani zali, ko'rib turibsizlar, kattagina общий sanuzel 10 qo'lda va bitta detskiy yotoqxona. Общий ikkinchi qavatda ikkita sanuzel, 3 ta sanuzel bo'lyapti даже. Bitta yana yotoqxona, bu yoqda yana bitta. Bu yoqni sanuzel qilsanglar ham bo'ladi yoki bitta sanuzel qilib turib, bu yotoqxonaning ichini garderobni qilsanglar ham bo'ladi. Endi u planirovkaga qarab qo'rasizlar. Tepadan ko'rinishi. Narxi opisaniyada bo'lyapti. Kimga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol tepadagi raqamlarga telefon qo'rasizlar. Joyiga kelib ko'raman desanglar, pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qo'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.